Hurmatli Biloliddin Pul akademiyasi kanali kuzatuvchilari, hurmatli ota-onalar, qadrli o'quvchilar, xabaringlar bor 19-aprel kungi o'tkazilgan katta yutuqli olimpiadada ustozlar o'rtasidagi o'tkazilgan konkursda 10 ta eng yuqori natijani qo'lga kiritgan 10 ta jamoa ustozlariga 10 ta televizor va'da qilingandi. 10-o'rinni egallagan Murodjon domla tashrif buyurganlar markazimizga. Yana bir bor yutuqlar muborak bo'lsin domla, tabriklaymiz. Fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz olimpiada haqida. Avvalo mana shu o'quvchilarimizni bir joyga jamlab, ularni o'zlarini bilim darajalarini sinashga imkoniyat yaratgan Biloliddin Pul akademiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu olimpiadada, ya'ni Biloliddin Pul olimpiadasida birinchi marta ishtirok etganmiz. Inshaalloh natijalarimiz yomon bo'lmadi. Bu olimpiada bizga o'zining shaffofligi bilan ma'qul keldi. Inshaalloh keyingi o'tkaziladigan olimpiadalarga ham qatnashib, oliy o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Bunaqa olimpiadalarni o'tkazishda charchamanglar, ishlaringizda omonlik bo'lsin. Katta minnatdorlik.